Dollar atigi $2800 2009-yil ishlab chiqarilgan Nexus 2 mashinasi avtosavdo kanalida sizlar uchun sotiladi. Kraskalari bor ekan, betlarida kelib ko'rib chiqib olasizlar. Baland holatlari o'rtachadan yaxshiroq ekan. Bu 1.5 Dons luks mashina ekan. Poli chexollarigacha bor, ошибка holatlari ham qirilib ham chizilib ham ketmagan, torpedalari ham yaxshi turibdi, svejiy holatda turibdi. Metan gazlargacha ustunovka qilingan, posatkalar qilingan. Bularni bilasizlar, baribir nima desam bo'ladi. Ishqibozlari ko'p, turgan adresi Qo'qonda, mashinaga gendavernis beriladi. Probegini adashmasam 400 ming deyishdi. Endi mashinani holatiga yarasha narxi ham arzon o'ta qimmat emas. Yana bir kelib qo'llardan qaltiroq siltab baraka qilib chumchuq tushira olsalaring bo'laveradi. Holati juda ham chiroyli holatda. Nomerlarni opisaniyada qoldiraman, bemalol kelib ko'rib tekshirib, ma'qul kelsa bosib olasizlar jigarlar. Kanalimizga o'tib bitta like bosib qo'yinglar.